Hey hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Ahmed do'stlar. Xo'p, hozir men poliz ishlarimni albatta qilishim kerak va menda 15 ta kartoshka va 2 ta pshenica bo'pti. Bular o'zimizda turib turaversin, keyinroq nimadir qilamiz bu bilan. Xo'p, xo'p, bet yopamiz va polizimizni albatta qilamiz. Tak cho'tki ko'ramiz, mana bunday cho'tki qilib tashlaymiz. Xo'p, cho'tki polizni ham olish kerak, shu polizni ham olish kerak do'stlar. Hop, qishloqqa ekib qo'yapti o'zi, nurlarni bizga farqi yo'q. Va albatta bu poliz ham o'zimniki emas, bilasizlar. 50 ga 50, mana qishlog'i bilan, shu qishlog'i bilan 50 ga 50 qilamiz va o'zimni nima desa bo'ladi? Polizimni yaqindan olishim kerak va albatta do'stlar, nima qilamiz hozir biz do'stlar? Cho'ta maytda qishloq ko'ringanday bo'ldi va bu qishloqqa cho'ta nimadir qilyapti bu yerda. Ha, qalaysan Ahmed? Yaxshimisan qishloqqa? Nima yapsan? Nimaga bu yerda turibsan hozir? Ha, qarachi, menga bitta yordam kerak bo'ladi. Hop, tushunmadim. Qanday yordam kerak men sening uchun? Cho'ta yaxshi tushunmayapman. Xullas, menga uy kerak. Hop, uy kerak bo'lsa nimaga menga aytyapsan? Hozir uy kerak bo'lsa bor, merga borib aytmay menga aytyapsan. Sen g'alatiroq emasmi bu? Yo'q, qarachi, sen menga uy qurib berishing kerak. Qanday bu? Nima gap bo'ldi? Qanday men senga uy qo'yiraman? G'alatiroq odam emasmiz? Qishloq emasmisan sen? Yo'q, qara, menga ingichkagina uy qurib berishing kerak. Shunga men senga bo'pti, 2 stak izumrud beraman. 2 stak izumrud? Qanday uy deding hozir? Cho'ta tushunmadim. Kichkina, kichik uy kerak. Bitta haligidaqa blokli bo'lishi kerak-da. Nima desa bo'ladi? Bitta blok sig'adigan bo'lib. Tushundim. Mana 3 talik qo'ysak, devorlari bilan mana bu bittalik bo'lishi kerak. To'g'rimi shunday? Ha, shunday bo'lishi kerak. Bo'ldi, men seni tushundim. Xo'p, menga kreativ beriladimi? Ha, albatta, hozir yoqaver. Men uchun gaplashmaganman. Bo'ldi, hozir yoqamiz. Hoppa, kreativ deya qolamiz va biz albatta kreativ yoqda endi uchib yursam bo'ladi. Xo'p, mayli. Qishloqqa sen aytgandek qilaman. Ungacha sen albatta damingni olib tur. Xo'p, mana bu yerga qursak ham bo'ladi. Lekin mana bu yerga qursak ham bo'ladi. Lekin men o'zim uyimni oldiga qurgim kelmayapti. Chotda mana shu yerga qurib qo'yaman. Lekin xo'p, birinchi o'rinda bizga nima kerak bo'ladi? Birinchi o'rinda bizga mana bu kerak bo'ladi va bulujnik kerak bo'ladi. Hozircha eng keraklilar shular va albatta bizga yana bitta kovер kerak bo'ladi. Stop, kovер deyman. Eshik kerak bo'ladi. Eshik olishimiz kerak biz. Albatta hozir bitta dona kravat soladigan qilamiz bu yerga va bitta eshik. Hozir nimaga bu qishloqqa bunday uy kerak tushunmadim. Ularni bizga farqi yo'q. Izumrudimizni bersa bo'ldi. U yog'i mening muammoim emas, to'g'risi do'stlar. Shuning uchun men o'zim tushunmagan narsalarga bosh qotirishim yoqmaydi. Tak, короче, shu yerlarda qilib chiqamiz. Mana bu yerda ham keyin albatta mana bunday bitta blok bu yerda qolib ketsa, albatta bunday qilib qo'yib chiqamiz. Bu yerlarda ham qo'yib chiqishimiz kerak. Menimcha shunchalik yetadi. Bu ikkita yerga kravat bo'lsa, qanaydir fantaziya qilib bu yoqni to'qib olamiz. Hop, ikkinchisiga buni qo'yib chiqyapman ekan. Ikkinchisiga mana uni qo'yish kerak. Hop, qo'yib chiqamiz va bu yerlarda ham albatta qo'yib olamiz. Hop, mana bu yerlarda jicha tepalatamiz. Hop. Qancha blok qilish kerak ekan tepaligiga tushunmadim men. Yana mana shu blok yetadi deb o'ylayman. Masalan, mana 3 ga necha bo'lyapti? 3 ga 3 bo'lyaptimi? Tak. 3 blok tepaligiga bo'lyapti va mana bunday qilib tepaliga qilib qo'yamiz. Hop, tomini qo'yaveramiz va yetadi. Hop, mana bu tomini qilib qo'ysak, albatta mana bu blok sinib ketib qoldi, cho'ta tushunmadim. Albatta mana bularni ham qo'yib yuboramiz va pastiga mana buni qo'yib chiqsak bo'ladi va albatta endi mana bu yerga bitta buni qo'yamiz va eshikni qo'yib qo'yamiz. Hop, buni qo'yganimizdan so'ng mana bu yerga kravatni qo'yib chiqamiz va bu yerga qanaqadir verstakmi yo pechkami qo'yib qo'yamiz. Pechka qo'yganimiz yaxshi deb o'ylayman. Tak, bitta pechka. Bu sunduqlar ushqa boribman. Shu yerda xo'p, mana bu yerda edi menimcha, mana bu yerda
Mana bu yer mana bu yerda edi. Xo'p, bitta pechka olamiz. Xo'p, pechkani ham qo'yamiz va tepasiga bitta sunduq qo'yamiz tepasiga. Hoppa, bitta sunduq. Hoppa, o'tirib qo'yish kerak buni albatta va bitta endi fakel qo'yamiz. Bitta fakelni mana bu yerdan olamiz va albatta bitta qo'yib olamiz va cho'tki bo'ldi. Menimcha qishloqning uyi tayyor bo'ldi. Xo'p, lekin chicha nito bo'lyapti-da, uyi qandaydir. Nimaga bunday uy unga kerak ekan, cho't vashi tushunganim yo'q. Ну ладно, bizga farqi ham yo'q. Qanday uy kerak bo'lsa, unga qurib berdik. Xolos, mana bu yerlarga ham bezatib qo'yishimiz mumkin, lekin men qanday bezatishni tushunmayapman. Xo'p, mayli bunday qilib qo'ydik, lekin hozir bu cover qo'yib qo'ysa bo'ladi. Qanaqadir mana bunday qilib hozir chicha nima desa bo'ladi? Chiroy uchun mana bitta qo'yib qo'yamiz. Xo'p, mana bu yerga yashib qo'yilmaydi ham tagiga. Menimcha bunday uy men keragidan yo'g'i yaxshi-ku, buni to'g'rimi? Boridan yo'g'i yaxshi bu narsani. Xo'p, bu ikkosini qo'yib turamiz va bu narsalarni hammasini o'zimiz inventariyadan yo'qotishimiz kerak albatta. Teoretik rejimda narsa olib bo'lmaydi, faqat qurish shunday narsalarga kerak xolos. Xo'p, bularni yo'qotamiz va o'zimiz narsalarimiz qoldi. Xo'p, yana nima qo'shsak bo'ladi? Masalan, ikkita gul qo'shib qo'yamiz uyning oldiga. Xo'p, mana bunday qilib mana chiroyligina uy bo'ldi yoki yana nimadir qo'shsak bo'ladimikan bu yerga? Tushunmadim. Menimcha qo'shadigan boshqa narsa ham qolmadi. Lekin normalniy uy paydo bo'ldi hozir. Yoki mana uni qo'shib qo'ysaymi yoki nima qo'shsak bo'ladi ekan yangi cho'ta bezatgan uyda cho'ta narsa yo'qdimi nimagadir. Yo bitta oyna qo'shsak bo'ladi. Stop, shu narsani o'ylamabman do'stlar. Ming bor uzr. Hozir shu narsani vashi kallamga kelmabdi. Xo'p, bitta qo'shib olamiz. Xo'p, va yana bu yeriga ham bitta qo'shib olamiz. Shunday qilib qo'shib chiqamiz. Xo'p, cho'ta men tushunganim yo'q, nimaga qishloqqa bunday uy kerak? Vashi cho'ta nimaga cho'ta закончились-da, mayli xo'p. Xo'p, mana buni ochamiz va kiramiz. Xo'p, shu mana cho'tki bo'ldi menimcha. Oynalar bilan deraza hamma cho'tki bor, bu yerda ham hamma yo'q yetarli narsa bor. Endi qishloqqa bunday uy nimaga kerak vashi tushunganim yo'q. Nurlarda menga vashi farqi ham yo'q, hech nimasi yo'q. Xo'p, hozir mana bu ikkosini yo'qotib yuboramiz va albatta qishloqi uying tayyor bo'ldi. Orqangda turibdi, albatta ko'rishing mumkin albatta. Ha, xo'p, ko'raman qanday bo'lganini va senga albatta kartaga o'tkazmayman izimurudlarni. Ha, albatta kartamni bilasan, albatta pul o'tkazgansan, albatta karta raqamiga qo'yib qo'ysang bo'ladi pullarni. Xo'p, unda qishloqqa bu nimaga kerak senga? Hech nima ayta olmayman nima kerakligini senga. Ha, bilganingni qil. Menga faqat shu izimurudimni berib qo'ysang bo'ldi. Albatta do'stlar, bu videomiz shundan iborat edi. Biz qanaqadir qishloqqa mana bu qanaqadir g'alati, g'ayrioddiy uy qurib berdik. Xo'p, agar videorolikimiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz birga bo'lishimiz kerak. Va hammaga xayr. Sizlar bilan men Ahmed bo'ldim.